Al-Haq o'zgarmas sobit zot, haqni yuzaga chiqaruvchi. Alloh taolo haq, uning kalomi haq, va'dasi haq, vaidi do'zaxdan qo'rqitishi haqdir. Alloh taoloning zoti, sifati va fe'lida shak shubha yo'qdir. U haqiqatdir. Ushbu haqiqat atrofimizdagi narsalarda ijro bo'luvchidir. Masalan, quyosh tongda zuhur bo'lishi, kecha kunduzga kirishi, yer yomg'ir bilan rizqlanishi hamda uning lutfu karami bilan maxluqotlarga inoyat, o'zining do'stlarga xos marhamat, sabr qiluvchilar, taqvodorlar va muhsinlar bilan birga bo'lishi hamda mazlumlarga biroz fursatdan keyin bo'lsa ham yordam berishi, sinib qolganlarni tuzatishi va majbur bo'lib qolganlardan zararni ko'tarishi ayni haq va rostdir. Haqning eng avvalgi ma'nosi bor bo'lishlikdir. Uning aksi bo'lmish botilning avvalgi ma'nosi esa yo'qlikdir. Va'daning ustidan chiqmasa, demak uning va'dasi botildir. Shaytonning va'dasi ayni botildir. Gohida shayton seni qo'rqitadi. O'sha qo'rqitishi ham ayni botildir. Gohida kambag'allikni va'da qiladi. O'sha va'dasi ham botildir. Allohning va'dasi esa ayni haqiqatdir.